Alo. Assalomu alaykum, Gulsaraxon opa, o'zingiz bo'lasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon, sog' salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bu Aziz opajon. radioda Avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin umid bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz qarshi olgan xayrli hamda go'zal ayyomlar sizga muborak bo'lsin. rahmat, jonim, rahmat. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayz va barokatga, solih amallarga, go'zal sahifalarga boy bo'lmoqligini tilakdoshimiz. Ilohim baxt, omad, tinchlik hamda xotirjamlik sizni ham, ahli xonadoningizni ham aslo tark etmasin opajonim. Aytganingiz Ilohim hammamizga birgalikda bo'lsin. Ilohim opajon, ayni fursatlarda kutilmagan qo'ng'iroqlar loyihasidan siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz bizni loyihamizga sizga atalgan samimiy tabriknomalarni, dilga yaqin dilnomalarni, go'zal tilaklarni yo'llab qolishgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu chiroyli tilaklarni bizni loyihamizga siz uchun kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Shirindan shakar o'g'il qizlarim bor, kelinlarim bor. Shularda sizdan kutaman. Albatta, zero adashmadingiz. Sizni juda ham qattiq, jondan ortiq yaxshi ko'rguvchi barcha yaqinlar nomidan o'g'lingiz Farruxbek tomonlaridan sizga atalgan tilaklar yetib kelibdi. Ularga qo'shimcha ravishda Ahmadboy aka nomlaridan hamda Gulchehraxon, Ro'zigul, Sherzodjon, kelinlaringiz Naziraxon, Shahrizodaxon hamda nabira ne'matlar Shukur Ali va Akbar Alilar tomonidan qabul aylasiz. Rahmat, umringiz uzun, hammasini sog' salomat, baxt kamolini ko'ringlar. Sizlarga ham rahmat sizlar. Elda xizmatida bo'ringlar, hamisha Xudoy yaxshi kunlarda yaxshilikda bo'linglar. Agar ijozat bersangiz, mana shu mehribon insonlaringizni sizga atalgan chiroyli tilaklari bor ekan, mana shu dil izhorlarini sizga o'qib yetkazib bersam maylimi? Voy, ishlayapti. Tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening mehribonim, xonadonimiz qirolichasi, bizni jondan aziz, mehr muhabbatga o'rab, asrab avaylab voyaga yetkazgan, bizni dunyoga keltirgan hamma qiyinchiliklarga, har bir mehnatlarga bardosh qilgan, sabrlarda tengsiz jondan aziz mehribonim, ko'zimning oq qorasi, chiroyligim, qalbim yoritguvchi chirog'im, yo'limga ko'z tikuvchi jannatiy farishtam, aziz va mehribonim onajonim. Sizni bugungi qarshi olgan Allohga banda, Rasulimizga umid bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz qarshi olgan xayrli hamda go'zal ayyomlaringiz bilan chin qalbimdan samimiy muborak bo'y etaman. Sizga yaratgan Robbim Rahmonimdan eng go'zal, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Ilohim umrjoningiz uzun, tanu-joningiz sog' va salomat bo'lsin. Mehribonim, yuzingizdagi kulgu, tabassum, qalbingizdagi iymon, sakinati sizni hech qachon tark etmasin. Ko'zlaringiz faqat va faqat baxtdan, quvonchdan ko'lsin. Ilohim mana shunday go'zal yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Dunyo turgunicha turing, bahordek doim mana shunday qarshi olgan chiroyli yoshlarni ko'plariga sohib bo'lmoqligingizni Allohimdan tilakdoshman. Rizqingizga Allohim barokatlar bersin. 90-100 yoshlar bilan yuzlashib davralarimiz to'rida bizlarni da'volar qilib o'tirmoqlikni Allohim nasib rozi aylasin. Mehribonim, biz uchun sarflagan mehnatlaringiz, qilgan xizmatlaringiz rohatini doimo mana shunday go'zal kunlarda ko'rib yurmoqligingizni, ortimizdan faqat va faqat rahmat so'zlarini eshitmoqligingizni yaratgan Allohdan siz uchun tilakdoshman. Siz bilan faxrlanaman. Sizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Men nodon bolangizni bilib bilmay qilgan xatolarim uchun kechiring. Qalbi quyoshim, duolar ijobatli, bizni baxtimizni Allohdan so'raydigan, doimo bizga mehr bergan, bizga yelib yugurib mehnat qilgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan volidam. Har bir qilgan mehnatlaringiz uchun umrim so'ngga qadar boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Kaftimga to'kildi durdik duolar, iltijoga to'lgan yeru samolar, kechir o'tgan bo'lsa mendan xatolar, onamning jonini og'ritma Rabbim. Hatto chumoliga bermagan ozor, osmondan ulug'roq, yerdan xokisor, mening undan bo'lak yana kimim bor, onajonimning jonini og'ritma Rabbim, deya mana shunday chiroyli tilaklar siz uchun. Rahmat. Farzandlarimga shukronda ato qilsin Alloh, yaxshi kunlar. Shularning huzur halovatini ko'rib yurishni olaman. Boy badavlat bo'lsin, aqlli, insofli, nima deydi, oqibatli bo'lsin. Farzandlarimga mana xuddi shu niyat tilaklarni o'zlariga atab qolaman, Allohdan so'rab qolaman. Ilohim Alloh rozi bo'lsin.
Barcha ezgu niyatlaringizni Allohim ro'yobini bersin mehribonim. Kuningiz xayrli bo'lsin inshaalloh. Yuz yoshlar bilan yuzlashganingizda ham farzandlarga bosh bo'lib davralar to'rida mana shunday chiroyli tilaklarni tinglamoqlikni Allohim nasib etsin. Sog' va salomat bo'ling. Omon bo'ling. Sog' bo'ling.